Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan 9-test tahlilini ko'rib chiqamiz. Birinchi savolga qaraydigan bo'lsak, mashina 50 km/soat tezlik bilan 4 soat yurgan, ikkinchi kuni esa xuddi shu tezlik bilan 7 soat yurgan. Birinchi kuni 50 ko'paytirilgan 4 200 km yurgan, ikkinchi kuni o'sha tezlik 50 ko'paytirilgan 7 350 km. Ikkala kunni so'rayapti, qo'shamiz. 200 ga 350 ni qo'shsak 550 km. Bu D variantimizda berilgan. Xo'p, ikkinchi savol. Qalam 3000 so'm, ruchka bilan daftar birgalikda 39 ming, hammasi 47 ming. Chizg'ichni so'rayapti. Tenglamasini yozib olsak, 3000 plus 39 ming plus x barobar 47 ming. X topsak 3000 ga 39 ming 42 ming. Bu tarafga tashlasak 47 mingdan 42 ming ketadi, 5 ming so'm. Bu B variantimizda berilgan. Uchinchisi, hisoblang. 14 ni qavsdan tashqariga chiqarsak 9 plus 11. 9 plus 11 bu 20. 14 kare 20 280. Bu B variantimizda berilgan. Rasmdagi kvadrat qancha qism berilgan? Katta kvadrat 4 ta teng kvadratga bo'lingan. Keyin 4 ta teng kvadrat ham diagonallari bilan 4 ta teng uchburchakka bo'lingan. Rasmda 16 ta teng uchburchak bor. Shunda 16 tadan 1 2 3 4 tasi berilgan. 16 dan 4 barobar 4 dan 1 qisqarsa. Demak, katta kvadrat 4 dan 1 qismi berilgan. Bu B variantimizda berilgan. 5-savol. Usta bir kunda 6 soat ishlaydi. Shogird bir kunda 4 soat ishlaydi. Ustani 2 haftada qiladigan ishini shogird qancha vaqtda qiladi? 2 hafta bu bilamiz 14 kunga teng. 14 kun 6 soatdan ishlasa 84 soat bo'ladi. Endi 84 soat ishni shogird 4 soatdan 21 kunda qiladi. Bu D variantimizda berilgan. 6-savol. Yog'ochni 2 ga bo'lingan, kattasi 3x, kichkinasi x. 3 bir nisbatga bo'lingan. Shu uchun 3x x dedim. Ikkovini qo'shsak 48 sm bo'lishi kerak. 3x ga x 4x bo'ladi. 4x barobar 48. 4 ga bo'lsak x barobar 12. Demak, kichkina bo'lagimiz 12 ekan, kattasi 3 ga ko'paytirilgan. 12 kare 3 36. Bu B variantimizda berilgan. 7-savol. Hasanda 100 ko'yin bu, Husanda 30 ko'yin bu. Ularni ko'yinni tenglashtirish maqsadida Hasanga har kuni 1 ko'yin qo'shildi, Husanga har kuni 3 ko'yin qo'shildi har darsga. Endi nechta darsdan keyin ulardagi ko'yin teng bo'ladi deyapti. Ana 100 ga qo'shiladi 1 ko'yindan x kun barobar 30 ga qo'shiladi 3 ko'yindan yana o'sha x kun. X topadigan bo'lsak, ma'lumlar bu tomonga, noma'lumlar bu tomonga. 30 ni bu tarafga tashlasak 70, x ni bu tarafga tashlasak 2x. X barobar 35. Demak, 35 ta darsdan keyin Hasan va Husandagi ko'yinlar tenglashadi. Bu A variantimizda berilgan. 8-savol. 11 dan 17 gacha bo'lgan toq sonlarni ko'paytmasi qanday raqam bilan tugaydi? Biz bilamiz, 5 bilan tugagan sonni toq songa ko'paytirsak, albatta u 5 bilan tugaydi. 5 bilan tugaydigan sonni juft songa ko'paytirsak, albatta u 0 bilan tugaydi. Shu uchun buni qo'rqmay yozishimiz mumkin. Bu ko'paytma 5 raqam bilan tugaydi deb. Bu B variantimizda berilgan. 9-savol. Azamat pizzani bir bo'lagini o'zi yedi. Nechtadir bo'lagini akasiga berdi. Shundan keyin pizzani yarmisi qolgan. Mana yarmisi qoldi, mana bunchasi yeyildi. Bittasini o'zi yegan, 1 2 3 tasini esa akasi yegan. 3 bo'lak bu C variantimizda berilgan. Xo'p, 10-savol. Ikkita sonning yig'indisi 13, ayirmasi 5. Shunday ikkita son topishimiz kerakki, qo'shsak 13 bo'lsin, ayirsak 5 bo'lsin. Bu sonlarimiz 9 va 4. Endi shu sonlarning ko'paytmasini so'rayapti. 9 kare 4 36. Bu A variantimizda. 11-savolga qaraydigan bo'lsak, mashina raqamini ikkita boshidagi raqam berilgan 5 6. 3-raqamni topishimiz kerak. Lekin shu 3 xonali sonimiz 4 ga bo'linishi ma'lum bizga. 4 ga bo'linish qoidasi, sonning oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa, shu son 4 ga bo'linadi. Endi variantlardan qaysi biri bo'lishi mumkin deyapti. Variantlarni qo'yib ko'ramiz. Birinchi A variant qo'ysak, 6 qo'ysak 66 bo'ladi. 66 4 ga bo'linmaydi. A variantdan voz kechamiz. B 2 62 bo'ladi. 62 ham 4 ga bo'linmaydi, voz kechamiz. 5 ni qo'ysak 65. 65 4 ga bo'linmaydi, voz kechamiz. 0 ni qo'ysak 60 bo'ladi. 60 4 ga bo'linadi. Demak, to'g'ri javobimiz D ekan.
12-chi savol. 8000 dan 100 marta katta sonni toping. 8000 ni 100 ga ko'paytirsak 800 ming bo'ladi. Bu D variantimizda berilgan. 13-chi savol. 100 minus 99, 98 minus 97. Shunaqa ikkitalab guruhlab chiqilgan. Qo'shib chiqishimiz kerak. Birinchi 100 dan 1 gacha 100 ta son borligini bilamiz. Endi ikkitalab guruhlab chiqilgan. Ikkitalab guruhlab chiqsak 50 ta qavs bo'ladi. Endi har bitta qavsimizni ichini hisoblasak 100 dan 99 1, 98 dan 97 1, 96 dan 95 1 va hokazo 2 dan 1 ni ayirsak ham 1. 50 ta qavsimiz har bittasining natijasi 1 dan. Demak, 1 ni 50 ga ko'paytirsak natijamiz 50 ekan. Bu D variantimizda berilgan. 14. Bo'yalgan, ko'k bilan bo'yalgan to'rtburchak yuzasini topishimiz kerak. Kattasini yuzasi berilgan 11200. Buni topishimiz uchun kattasidan mana bu ikkita chetdagini ayirib tashlasak, o'rtadagi yuzaga erishamiz. Chetdagi yuzalar teng. 80 ga 12, bu tomoni ham 80 ga 12. 80 ni 12 ga ko'paytirsak 960. Bittasini yuzasi 960 ekan. Endi biza 11200 katta yuzadan 960 ni 2 ga ko'paytirilganini ayirib tashlashimiz kerak. Ayirsak 9280. Bu A variantimizda turibdi. Xo'p, 15-chi savol. 47 sentnerni grammda o'tishimiz kerak. 47 sentner birinchi kilogramga o'tsak 4700 kilogram bo'ladi. Endi kilogramdan grammga o'tish uchun yana 1000 ga ko'paytiramiz. Bu 4.700.000 gram bo'ladi. D variantimizda berilgan. 16-chi tenglamani yeching. Minus 64 ni u tarafga tashlasak 124, bo'lishni ko'paytirish qilsak u tarafga 248, ayirishni u tarafga tashlasak 245. Endi 5 bilan x ni o'rtasiga ko'paytirish bor degani 5 ga bo'lib yuborsak x barobar 49. Bu B variantimizda berilgan. 17-chi ketma-ketlik noma'lum hadini topamiz. 4, 9, 19 nechidir? 79. Bu 5 taga o'xshagan, keyingisi 10 taga o'xshagan, keyingisi 20 taga o'xshadi, keyingisi 40 taga o'xshadi. 19 dan 20 taga katta son 39. 39 ni 40 ga qo'shsak, haqiqatdan ham 79 chiqadi. Bu B variantimizda berilgandi. 18. 13:34 dan 14:21 gacha necha minut bor? Birinchi 13:34 dan 14:00 ga borib olamiz. 13:34 dan 14:00 gacha 26 minut bor. Qo'shamiz. 14:00 dan 14:21 gacha esa 21 minut bor. Qo'shsak 47 minut. Bu C variantimizda berilgan. 19-savol. Kitob 180 betlik. Birinchi kuni 46 betini o'qigan. Ikkinchi kuni birinchi kundan 9 bet kam. 46 dan 9 ketsa 37 bet. Endi qancha qoldi deyapti. Birinchi qancha o'qiganini topamiz. 46 ga 37 ni qo'shsak 83 bet. U o'qigan. O'zi kitob 180 bet, 83 bet o'qisa 97 bet qolgan. Bu C variantimizda berilgan. 20-savol. Hisoblashimiz kerak. 80.000 qo'shilgan 400 qo'shilgan 30. 80.430. Bu B variantimizda berilgandi.